Poytaxtimiz Toshkentda ICT Week Uzbekistan haftaligi boshlandi. Bu yerda axborot texnologiyalari sohasidagi eng yangi yutuqlar, startaplar va innovatsion loyihalar taqdim etilmoqda. Shu haftalikda alohida e'tibor qaratilayotgan loyihalardan biri Uzinfocom tomonidan ishlab chiqilgan DMED platformasi. Bugungi kunda DMED tizimiga respublika bo'yicha 4000 dan ortiq tibbiy muassasa ulangan bo'lib, bu jami tibbiyot tashkilotlarining 93%ni tashkil qiladi. Navbatdagi loyiha orqali esa siz hech qanday ortiqcha harakatlarsiz shunchaki kaftingizni ko'rsatgan holatda to'lov qilishingiz mumkin. My ID orqali siz ko'plab tizimlarga yuzingiz tasviri yoki kaftingizni ko'rsatish orqali shaxsingizni tasdiqlab kira olasiz. Aniqlik 99.9%. Bugungi kunda My ID texnologiyasidan ko'pgina banklar, davlat xizmatlari tashkilotlari, tibbiyot sohalarida, birjada hamda tez va xavfsiz avtorizatsiya uchun elektron tijoratda foydalanishmoqda. Navbatdagi yana bir omadli loyihalardan biri bu OneSec. Ushbu platforma salkam 20 yillik tajribaga ega bo'lib, tashkilotlarning joriy axborot xavfsizligi holatini baholab, har qanday kamchiliklarni bartaraf etishga yordam beradi. Bundan tashqari, Uzinfocom kompaniyasi hamkorlari OneSec bilan birgalikda ICT Week doirasida birinchi mahalliy Threat Intelligence tizimini taqdim etdi. Threat Intelligence bizani mahalliy tizim, mahalliy o'sha kiber xavfsizlik bo'yicha eng birinchi O'zbekistonda paydo bo'lgan programmali produkt bo'ladi. U kiber tahdidlar bo'yicha hamma ma'lumotlarni yig'ib berib, ular bilan qanaqa ishlashi, qanaqa bartaraf qilishi, oldini olishini ko'rsatib beradi. Korxonalar bu tizimda foydalansa, hamma ma'lumoti, hamma o'sha axborot bazalari bizani O'zbekistonda, imенно bizani data sentrlarda bo'ladi. ICT Week O'zbekiston ko'rgazmasi mana shunday haroratli ruhda davom etib, kelajak avlod texnologiyalari allaqachon hayotimizning bir bo'lagiga aylanganini, bundan 10 yil avval kaft bilan to'lov qilish faqatgina ertakdagidek tuyulgan bo'lsa-da, lekin bugungi kunda real hayotimizda sodir bo'lmoqda. Bizni kuzatishda davom eting. Ertaga ICT Week O'zbekistonning 2-kunida ko'rishguncha. Umarbek Sultonmurodov, Tez News uchun maxsus.